Detemda tushgan bir misolni eng sodda usulini ko'ramiz. Bizga fx funksiya berilgan f'0 ni topish so'ralyapti. Biz bunda ko'paytmaning hosilasidan foydalanamiz. Bunda biz x ni birinchi ko'paytma, qolgan qismini esa ikkinchi ko'paytma sifatida qaraymiz. Ya'ni x ni a sifatida qarasak, qolgan qismini esa b sifatida qarasak bo'ladi. Endi f'(x) ni topamiz. f'(x) teng ko'paytmaning hosilasi bilamiz. Birinchi ko'paytmadan hosila, ya'ni x dan hosila ko'paytirilgan ikkinchisi. x + 2 ko'paytirilgan x + 5 ko'paytirilgan x + 7 va plus ikkinchisidan hosila, ya'ni buni b dedik. b' ko'paytirilgan birinchisini o'zi x. f'(x) ni topdik. Bizdan f'0 so'ralgan. Shuning uchun hamma x ni o'rniga olib kelib 0 ni qo'yamiz. f'0 teng x dan hosila 1 ga teng ko'paytirilgan 0 + 2 2 ko'paytirilgan 5 ko'paytirilgan 7 plus b'. Bundan qanday hosil olsak ham x ni o'rniga baribir 0 qo'ysak, 0 ni har qanday son ko'paytirsak baribir 0 bo'lib ketadi. Shuning uchun buni o'rniga 0 qo'ysak bo'ladi. Endi shuni hisoblab qo'ysak f'0 teng 70 chiqar ekan. Demak javobimiz 70.